Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz turbidinamir qurilmasi haqida o'rganamiz. Sovutuvchi qurilma hisoblanadi. Asosan ikkita qismdan tashkil topgan. Kompressor qismi mana bu yerda va detonatr qismidan tashkil topgan. Gaz bu yerda beriladi. 3/20 gradusga ega bo'lgan gaz. Kompressor qismiga kiradida bosimi ortadi, ya'ni 25 bargacha ortadi. Harorati ham o'z navbatida ortadi, sababi gaz siqilgan payti qisman qiziydi. Natijada ushbu gaz detonatr qismiga berilganda, detonatr qismida xuddi turbinaga o'xshab ko'raklari bo'ladi. Ushbu ko'raklarga gaz urilib, siqilib, yana kengayadi. Natijada gazning bosimi tushib ketadi 2 bargacha. 25 bardan 2 barga tushadi. O'z navbatida harorati ham -35 gradusgacha tushib soviydi. Turbodetonatorni drosel klapandan farqi bu yerda ish bajariladi. Ya'ni detonator qismida ko'raklar harakatga kelib, valaynalib, kompressor ishlaydi. Kompressor uchun hech qanday turbina kerak emas. Turbina vazifasini detonator bajaradi. Ya'ni kompressorni detonator harakatga keltiradi. Bizga bu foydali qurilma hisoblanadi. Murakkab bo'lishi mumkin drosel klapanga qaraganda, lekin foydali. Chunki kompressorni harakatga keltirib, gazning bosimini orttirib beryapti, ish bajaryapti. Lekin murakkabroq, qimmat qurilma hisoblanadi. Endi vizual ko'rinishi mana shu joyda bir tushuntiray. Mana tomoni kompressor. Gaz kelyapti, mana shu yerda ko'k rangda mana kirish qismi siqilib, mana yuqori bosimda gaz o'tib, bu tomonga kelyapti. Mana shunaqa yuqoridan bu yoqqa kelyapti. Va bu yerga e'tiborli qaraysiz, mana bu yerda mana men aytgan narsa, ya'ni turbinaga o'xshagan ko'raklar mavjud. O'sha ko'raklarga gaz siqilib kiradi, mana yonlaridan siqilib kiradi. Natijada ko'raklar harakatga ketadi-da, ko'raklar aynaladi. Valaynalib, kompressor tomonda ishlayveradi, mana. Ish bajaradi. Va gaz yana keng joyga chiqadi, mana keng joy mana. Qo'rda ko'rib turibsiz, juda keng mana. Keng joyga shuni chiqarib edi, gaz yana soviydi. Mana. Mana shu qismi detonator deyiladi. Bu qismi esa kompressor. Avtomobil ko'rinishi mana biz aytgan mana shu tor joyga keladi-da, gaz mana bu yerda kurakni harakatga keltirib, mana keng joyga chiqib ketadi mana. Jog'iltovsi effekti bu yerda ham ishlaydi, ya'ni xuddi drosel klapan ichida ishlaganday, gaz bosimini yo'qotadi-da, soviydi. Parametrlari endi detonator qismida qanaqa parametrga egaliklari mana. Qurilma ushbu ko'rinishda